Alloh subhanahu tabaraka va taolo muborak kalomida farzand so'raganda uni yaxshiligini so'rashlikni ta'lim beradi. Xosatan Zakariya alayhissalomni Alloh tabaraka va taolodan farzand so'raganlarda qandoq farzand so'raganliklarini Maryam surasi 6-oyatda shundoq keltiriladi. Alloh taolo vaj'alhu robbi radiyya deydi. Ya'ni Zakariya alayhissalom Robbilariga shundoq duo qilib, Robbilaridan shundoq farzand so'radilarki, Allohim menga shundoq farzand berginki, o'zing rozi bo'ladiganlardan qilgin. Sen rozi bo'ladigan, sen yaxshi ko'radigan farzand zurriyotlardan menga ilohim o'zing ato ayla deb Alloh taolodan qanaqa farzand so'rayaptilar? Alloh rozi bo'ladigan farzand so'rayaptilar Robbilaridan. Oddiy o'g'il yoki oddiy bir farzand yo qo'chqordek o'g'il emas. Allohim sen rozi bo'ladigan, sen yaxshi ko'radigan farzand bilan meni ne'matlantir deb Robbilariga duo qilyapti. Ibrohim alayhissalom Robbilaridan farzand so'rayotganlarida shundoq duo qildilarki, Robbi habli minas solihin. Ey Robbim, menga solih farzand ato etgin deb Robbilaridan farzand so'raganda quruq farzand emas, balki Allohim solih farzand bergin deb Robbilaridan mana payg'ambarlar Zakariya alayhissalom, Ibrohim alayhissalomlar Alloh taolodan farzand zurriyot so'rayotganda ularni solih farzand bo'lishliklarini, Alloh rozi bo'ladigan, mo'min musulmonlarga manfaat yetkazadigan farzandlar bo'lishliklarini Robbilaridan mana shundoq so'rayotganliklarini Xudo taolo bizlarga xabarini beradi va har bir otalar, har bir farzand Alloh taolodan zurriyot so'rayotgan otalar Alloh taolodan so'raganda qanday duo qilish kerak, qanday farzand so'rash kerakligini mana bu oyat karimalar bilan bizga Robbimiz ta'lim beradi. Alloh taolo har birlarimizga mana shundoq farzandlar bersin. Alloh bizlarni ana shundoq farzandlar bilan ko'zlarimizni quvontirsin.